Nima oldu? Mashinani ishini tugatdingmi? Ha, bo'ldi usta, tugatdim уже, mana shu oxirgisi. Davay, yop. Bo'ldi usta. Kim bor ekan? Ho'p bolalar. Aka, ustaxonani yopyapti, me'mor uzra, ustani ham ishi bor edi, aka. Qana bekitasan, chaqir ustangni. Juda qanaqa? Tushunmaysiz? Ertalabda jala, aka. Chaqir deyapman ustangni. Uka, chaqir bo'l tez. Qanaqa odamsiz? Nima bo'lyapti, ishlaymmi? Beshtamiz desam ham yo'q, berish deb turib olyapti-da. Aka, undan ko'ra ertaga keling. Shoshayotgan bo'lsangiz ham so'rashib qo'ying. Bugun qilmayni, shuni erta demang. Ya, aka, ehsonimiz bor, shoshyapti to'g'risi. Uliga borsa bo'ladi, aka. Bor kulishlarini olib chiq. Aka, o'zi nimani urib yuboruvdingiz bu yerda? Aka, it urib yubordi. Katta it urib yubordi. Bilasiz, itga signal cho'zsangiz ham farqi yo'q ekanda. Usta, ishqilib bu it deyapti, odam emasmikin? Ichki ishlarga xabar beraylikmi yo'q? Kazi yo'lmisan? Katta odamni aldamasa kerak. Aqllilik qilmasdan bor kulishlarini olib chiq, kreditlarni olib chiq, tez-tez. Bor olib chiq. Mayli, kelib turing. Pul topib aql topmaganlarda. Ma, seni uyingga shapka. Bor. Xotinam shu paytda dilma qilib. Alo. Allo, dadasi. Ha? Qizimizni moshina urib qochib Nima? ketdi. Allo. Shayton sozlanishlar cho'mlar ko'z akalar xush kelibsizlar. Qomadinglar, mana shashliginglar tayyor bo'ldi. Bilasizlar, biz ham muzlatilgan go'sht ishlatmaymiz. Mahalliy molni so'yib, chiroyli qilib tayyorlab keldik. Oshpazim, nima kamchiliklar? Bilganimiz uchun Namangan shashlikka kelamizda qachon Sharxonga kelsak. Kam bo'lmang. Qani bolalar? Qani? Sen nima olmayapsan? Ol opa. Puldan muammo bo'lsa o'zim to'layman. Ol. Pulni bilmadim-u, xotinlar rosa qo'rqsa kerak. Semirib ketasan degan bo'lsa kerak. Mendaqa bo'lsa uyga umuman kirgizmaydi buni. Ey bolalar, tushdan kulaverasalar, ey. Birorta muammong bo'lsa, ayt, hal qilamiz hammamiz. Ayt, nima darding bor? Ayt do'zim. Hozir shunaqa shirin shashliklarni yegani shahardan Shahrixon kelamiz. Bemalol har xil shashliklarni yeymiz. Onam rahmatli shunaqa shashlik egalari kelganda olib bera olmaganman. Shu armon bo'lib qolgan. Hozir hamma imkoniyatimiz bor lekin onam yo'q. Ey, axir onang o'tib ketgan bo'lsa, xolang tirik-ku, to'g'rimi? Tirikmi? Ha, tirik. Ey, to'rtta shashlikni ol, ikkita non dorasiga olib bor. Xolang xursand bo'ladi, onangning ruhi shod bo'ladi. To'g'rimi bola, nima deysizlar? Bezor? To'g'ri aytasan. Onam bekorga tushum kirmagan ekanlar. Holingdan xabar ol degandilar. Ey hoji aka, 4 ta qiyma, 4 ta 40 mi? Ikkita non orasiga tayyorlab bering, chiroyli qilib. Xo'p bo'ladi-da, xo'p. Olinglar unda. Bular kani shunaqa kayfiyat o'tirsa bolalar, bezodiq, mon qarang. Hoji aka, bizga ham 4 ta. Chiroyli qilib non dorasiga. Ha nima? O'zing ham xolang esingga tushib ketdimi? Xolam tez-tez olib kelib turaman. Hojonancha tobi yo'q. Bu Namangan shashlikni yaxshi ko'radi Sharxonboy. Shunga bir 4 dona olib olay dedim. Xursand bo'lib qoladi-da bolalar. Qani, olik.